Hammani qiziqtiradigan savol bo'ladi. Siz bilan qarindoshmasmiz, to'g'rimi? Hech qanaqa qarindosh emaslar. Siz absolyutni menga yotsiz, men sizga absolyutni yotman. Men faqat mana shu Qirg'iziston ahliga aytamanki, kimni oyog'i, qo'li og'risa ichinglar. Ikkilanayotganlar bo'lsa, ikkilanmasdan olib ichinglar. Avvalo Xudo. Bular sababchi ekan. Bormagan joyim kom. 20 kun effektini bildim. Undan keyin men qanday bo'lsam, уже men charchadim. Tavba, shuncha vrachlar, shuncha holatli nimaga shu sustav oyoq kasaliga davo yo'qmikin dedimda, men уже atepon to'chib qo'yib qo'yganman. Endi umrimni boricha Allohim yashayman. Men mazlar surkadim, hech narsa ta'sir qilmay qo'ydi. Ularga ko'rinishdan ham charchadim. Уже men ishonmay qoldim. Men baribir bularning pulini oladimi yana deb. Allohni dedim, bergan umrini yashayman, qolganini yashamayman, mayli o'lsa o'lib ketay dedim. Lekin bunoni olganimdan keyin menga yosharish, bunaqa nima bo'lish, nima desam bo'ladi, manaqa yashashga intilish paydo bo'ldi-da, umid hayotga qaytdim-da. Shunaqa yomon achishardi tizzalarim. Shu og'rig'im yo'qdi, birinchi kundan yo'q bo'lib qoldi shu og'rig'imchi. Boshqasini ham og'ritmadi, boshqa ham qilmadim. Tualetlarga borardim, borishlarim kamaydi. Yurishlarim yaxshi bo'lib qoldi, ko'chalarda yuradigan bo'lib qoldim. Og'riqlar bor-ku, bo'g'imlaringizdagi va tizzingizdagi og'riqlar, mana analizlar shuncha topshiribsiz-ku. Charchadim. Umumiy shu og'riqlar boshlanganiga necha yil bo'ldi o'zi? Masalan, endi umumiy boshlanganiga bilasizmi qancha bo'ldi endi menga? Men endi necha yil bo'libdi? O'shim 5-6 yil ichida avj olib ketdi-da meniki. Bormagan joyim kom. 20 kun effektini bildim. Undan keyin men qanday bo'lsam, уже men charchadim. Analizlardan ham charchadim, doktorlarga ko'rinishdan ham charchadim. Уже men ishonmay qoldim. Men baribir bularning pulini oladimi yana deb. Allohni dedim, bergan umrini yashayman, qolganini yashamayman, mayli o'lsa o'lib ketay dedim. Lekin bunoni olganimdan keyin menga yosharish, bunaqa nima bo'lish, nima desam bo'ladi, manaqa yashashga intilish paydo bo'ldi-da, umid hayotga qaytdim-da. Qaytib, voy tavba, mana shunaqa nimalar ham bor ekan, Allohga shukr deb kimni bo'lsa ko'chalarda ko'rsam, oyoqlari og'risa shuni aytsammikin, bu чисто tabiiy narsa ekan degan narsa mendan o'tadi-da. Bundan 8 yil burun областной больницада yotdim. Keyin mana shu kardiologiyada yotdim. Shunda yaxshi bo'lib chiqdim. Keyin hech qancha o'tmay yana og'rib qoldim. Больницада yotardingiz 15-20 kundan keyin qaytadan og'rib qolaveradi. Mo'jaka больницада ham yotmadim. Shu yerda yotdim, bo'ldi. Keyin mana shu tizzam, shu sustavim, mana shu qo'limda, boshqani qanday основной menga asha. Endi bunoni bir kun, birinchi ichgan kunimdan boshlab men уже bitta ichganda ertasiga aytdim, уже men yaxshi bo'lib qoldim. Men aytdim, voy o'lmasam bu qanaqa bor ekan dedim-da, haligi nima bo'ldi, ishonch hosil bo'ldi menga. Voy men yana ham yaxshi bo'lishim kerak. Ertaman namozga tahorat qilaman-da, stakanda suvda olib kirib turib, yarim stakan nonni nima qilib, avval dorini ichib, men namozimni o'qidim. Keyin soatga qarab qo'yaman. Keyin ashundan keyin даже yarim emas, 1 soatdan keyin choy ichadigan bo'lib qoldim. Boshqasini ham og'ritmadi, boshqa ham qilmadim. Tualetlarga borardim, borishlarim kamaydi. Yurishlarim yaxshi bo'lib qoldi, ko'chalarda yuradigan bo'lib qoldim. Hali aytingiz, o'tirishlarga borsam, "Yuz qanday yuryapsiz?" deb aytdim. Voy, nima, shu o'tirishlarga borsam, aytaman, hamma narsa olib nima, men bo'lsa qanaqa turar ekanman deb turishni o'ylayman. Voy, olmaysizmi desa, olaman, sizlar olaringlar. Kim yordam berarkin deb qarardim-ku bu yoqqa. Nimalar bo'lsa sekin turib olaman, keyin narsamni olardim. Bu yerlarga hattoki o'tirishlarga ham bormay qo'ydim, men tura olmayman deb. Biroman deb, sizlarman deb tegib ketsam deb. Shunaqa qattiq achish bor edi mana ikki tizzada. Shunaqa yomon achishardi tizzalarim. Shu og'rig'im yo'qdi, birinchi kundan yo'q bo'lib qoldi shu og'rig'imchi. Ishonasizmi? Mana asr bo'lyapti. Men effektini bildim-da. Allohga ber. Endi avvalo Xudo ekani, sizlar baribir sababini istash kerak ekan. Sababchi, albatta sababchi bo'lish kerak. Men endi Xudoga shukr, yaxshiman. O'sha sizda analizlar ko'tarildi, o'sha mana S reaksiya beloklar topshirgansiz, bo'g'imlaringizdagi shamollashni topshiribsiz, baland chiqdi deylik, og'riq kuchli, bosolmaysiz. Qanaqa fikrlar o'tgan xayolingizdan? Endi men to'g'risini aytsam, aytayapman, уже hayotimga to'shib qo'yib qo'yganman. Men уже og'rig'imga nimamga kasalligimga davo yo'q ekan dedim men. Tavba, shuncha vrachlar, shuncha holatli nimaga shu sustav oyoq kasaliga davo yo'qmikin dedim-da, men уже aytayapman, to'shib qo'yib qo'yganman. Endi umrimni boricha Allohim yashayman. Men mazlar surkadim, hech narsa ta'sir qilmay qo'ydi.
Lekin aytdim уже hech aytyapman hech manaqa bir binasi bir joylarga ham chiqmay qo'ydim. Binasi ham shu qonim olsa choyimni ichib qo'yaman, уже men o'lib ketaman ekan, endi bu kasalga davo yo'q ekanda degandim. Yo'q. Buni olganimdan keyin birinchi kundan boshlab oyoqlarim yaxshi bo'lib qoldi. Yana ichsam keyin yana ham yaxshi bo'ldi. Ammo 5-kun sal qo'zidi. Qova ayniganda qo'zib, oyoqlarim og'rib, g'alati bo'lib qoldi. Voy yana burunidagi bo'lib qolarmikin mana dedim. Yo'q, keyin havo ochilgandan keyin yana ichdim. Ichuvdim yaxshimi? Endi kechqurunda tinmay tualetga chiqardim. Tualetga chiqishlarim ham kamayib qoldi. Kunduzi boraman, qachon borganimni eslolmayman. Burun buni ichmay turib tinmay borardim. Men aytdim, bu nima ekan bu? Значит, bu nimalarga ham foyda ekan, sistemlarga ham deb, o'shim xayolimda hamma narsa o'tib, keyin men yaxshi vrachlarga telefon qilib, men manaqa u bolalar o'zi qildi. Opa, Ali Bahodirjon davranga. Davronga telefon qilib turib. Davronga telefon qildi. Bugun ichishni boshladim o'g'lim dedi. Ertasi kuni yana qildi. Voy, men zo'rman dedim. Men gruppaga qo'shib qo'ydim. Gruppadagilar ham bilan gaplashdik. Hammasi foyda topdi-da. Aytibdi bitta xotin, men deyapti yotib qoldim deb. Buni ichgandan keyin o'sha gullarni chopib, suvlarni qo'yib, endi o'rmagan odam ishqigisi kelar ekanda, to'g'rimi o'tira olmaysiz-ku. To'g'ri. Shunaqa qilib, mana endi Xudoga shukr borgan joyimga boryapman, keyin o'zim eplolmay qoldim, to'g'risini aytsam-chi. Mana shu bitta ishtonimni ham kiya olmay qoldim. Mana hozir hech yerda ushlamasdan bemalol kiyaman, paypoqlarimni yechaman. Ashuni temirda ushlamayman, shab chiqdim. Ona ikkita plyonka. Ash plyonkadan ham tusha olmasdim. Temirda ushab, ash temirga bularni ichib o'zgarish sezishdan oldin tabiiy giyohlardan tayyorlangan shunaqa badmahsulotlarga ishonarmidingiz? Ishonmasdim. Endi keyin men bir kun yo'ldan kelasam ishdan bitta 70 kirgan xotiniga shart tushdi-da, chiqdi-da mashinaga, oyog'ingiz og'rimaydimi desam, rosa og'rigan dedi. Men yura olmay qoldim dedi. Necha desam 75 ga dedi. Qanaqa davo topdingiz desam, men dedi Andijonga borib aptekadan bioargon ichdim dedi. Bioargon ichdim. 15 kundan keyin rosa meni qo'zidi dedi. Ashundan bir korobkam, 2 korobkani nima ilon chig'ri ham bor ekan. Ashuni ichgandan keyin sen ko'r, men ko'r yaxshi bo'lib ketdi. Men hozir domda turaman dedi. Shaq mashinaga tushib ketdi. Men kuyovimga aytdim, "Bizam ash argonni olsak bo'lar ekan" dedim. Keyin anaqa qilmadim. Keyin yana bitta shunaqa O'zbekistondan bir narsa chiqqan ekan, mana shunaqa tabiiy. Ishonmadim, to'g'risi, baribir bu ham kar qilmaydi dedim. Lekin hali bioargonga ishondim. Keyin endi ana shu nimaga boramiz deb tursak, Dastonbekka. Borib, ortoped ekan borib ko'rsatay, o'shliklar ham borib, bir ham yaxshi bo'lib ketdi. Endi men ham yoshman, 53 ga kirdim, yashagim kelar ekan desam, endi kuyovim aytib qo'ydi, "To'xtang, buni rosa ham yaxshi ekan" deb hali biroz kishilar mana qo'lini nima deb qila olmas ekan, qo'llar mana namozlarga egilyapman dedi. Haligilarni ko'rib men yana ham anaqa bo'lib olaylik. Bitta olib ichib turaysam, yo'q, bitta olmaysiz, ikkita olasiz deb ikkitani berdi. Allohga shukr. Og'rig'i yo'q. Endi manaqa yuryapman, qiynalib, lekin o'zimni semizligimni o'zim bilib turibman. Vozrastim bilib turibman o'zim. Namozlarim bemalol, lekin mana sajdalarga endi boshim Xudo hozir ko'p qoldim. Alloh. Xudo xolasa uni ham polностью ligirovkalarni qilaversangiz Davronbekka aytaylik. Inshaalloh. Endi keyingi Davronbek ham kelsin. Bo'ldi, olib kelamiz. O'sha demak gruppani o'zi ko'rgan bo'lsangiz ko'pchilikda ikkilanish bo'ladi-da. Boshida o'zingiz ham ko'rib aytyapsiz-ku, bu videolar qanaqa o'zda haqiqatni gapiryaptimi? Birinchi bitta hammani qiziqtiradigan savol bo'ladi. Siz bilan qarindosh emasmiz, to'g'rimi? Hech qanaqa qarindosh emaslar. Siz absolyutni menga yotsiz. Men sizga absolyutni yotman. Men faqat mana shu Qirg'iziston ahliga aytamanki, kim oyog'i, qo'li og'risa ichinglar. Ikkilanayotganlar bo'lsa, ikkilanmasdan olib ichinglar. Avvalo Xudo, bular sababchi ekan. Lekin hech ham nimasi ham bahosi ham yaxshi. Lekin men foyda topganim uchun sizlarga hammanglarga aytyapman. Ichinglar, ikkilanmanglar. O'zi o'sha analiz qog'ozlaringizni ko'rdim, topshirmagan analiz qolmabdi, qilmagan davoingiz ham qolmabdi. O'sha 5-6 yildan beri avj olib, yura olmay qolgan holatingizda. Men 3 yil ichida o'sha oyog'im avj olib yura olmay qoldim. Ko'pchilikka bir kunda o'zgarish sezdim desangiz ham, qanday bir kunda degan savol bo'ladi-da, aynan o'sha Vertaflex kapsulasini ichib, balzamin surtab, bir kunda o'zgarish sezdim, to'g'rimi? Bir kunda. Даже bilasizmi, mazini ichmadim men. Mazini surtmadim. To'g'ri kapsulasini ichib men foyda qildim. Voy, nimaga bunaqa bo'lib qoldim men? Voy, xuddi osmondan tushgan odamdek bo'lib qoldim. Keyin ertasi kuni yana ichishni boshladim. Turamanda namozdan oldin bir pas tahorat kutilmasdan nima so'pni ichaman. Bunday soatga qaraymanda, yarim soat dedim, yo'q, mayli 1 soat nima qilay, yana ham organizmga yaxshi nima bersin, shifo bersin, shu nima. Deymanda shunaqa ham mana shu
to'liq hayolimda shu dori bo'lib qoldi. Boshqa hech narsa meni qiziqtirmadi. Keyin choy ichaman. Men nima qilmadim? Endi men ona kechqurunda mazlarini surkab, qo'limga, oyog'imga surkab, ertaman tursam, buni qo'llarim ham oralari yo'q. Shunga aytdim, kim oladigan bo'lsa, siz o'zingiz aytmoqchi, siz meni tanishingiz emasman, siz Amerika emas, tanishilmassiz. Ikkilanmasdan olib ichinglar, effektlari rosa zo'r ekan. Men foyda topganim uchun aytyapman. Xudo xolasa. O'sha o'zgarish sezgan bemorlarni ko'rsak, bizni ham motivatsiyamiz oshadi. Doimiy yana izlanishni boshlaymiz, yana ham kuchaytirishni boshlaymiz. Demak, mahsulot bo'yicha bizni sizga bergan yordamimiz bo'yicha rozisiz bizdan. Ming martadan avvalo Xudo sababchi qilib kelgan sizlarga roziman. Endi Xudo martabalar bundan ham baland bo'lsin. Lekin bizga o'xshagan mana shu oyoq, qo'li og'riydiganlarga, mashina chiqarganlarga ham rahmat. Alloh tan jonini sog' qilsin hammasiga. Men juda ham so'yindim. Allohim hammamiz dardlarimizga shifolar bersin. Avvalo Xudo sizlarning martabalar bundan ham ulug' bo'lsin, yuzinglar yorug' bo'lsin. Allohim tinch bo'linglar, tinchlikda, xotirjamlikda ko'rishaylik. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Rahmatga ar-Rahmonir Rahim. Amin. Xush kelibsizlar.